Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun teri va teri kasalliklari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi terininki qurilmasi, uning roli, ya'ni badanda qanday xizmatlarni o'taydiganligi va terida ko'p ko'riladigan kasalliklar to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatı bolsun. Teri bütün bədənni qaplab turadigan ən çoğ əza bo'lib, uning qo'shimchasi bo'lgan charch, tök, tirnoq, ter va moy bezlari bilan qo'shilib, odam badanidagi bir butun sistemani tashkil qiladi. Terining asosli rolining biri badanni mudofaa qilish bo'lib, u badanni bakteriya, kimyalik moddalar va issiq, sovuq temperatura qatorliq tashqi omillardan qo'g'daydi. Terining yana bir muhim roli badan temperaturasini tengshash bo'lib, teri sovuq temperaturaga duch kelgan vaqtida teridagi qon tomirlar tariydi. Natijada issiqlik badanda saqlanib qoladi. Teri issiq temperaturaga duch kelgan vaqtida teridagi qon tomirlar kengaydi. Natijada issiqlik badan sirtiga tarqaladi. Teridagi ter bezlari ter ishlab chiqarish orqali badan temperaturasini tövaltidi. Undaqda terida qandaq kasalliklar ko'p uchraydi yoki terida ko'p uchraydigan kasalliklar nimalardan iborat degan vaqtida oldi bilan ularni mushu kasal alomatlari yoki kasalni keltirib chiqargan ahvollarga qarab tövəndikidek turlarga ayirish mumkin. Birinchisi bakteriya keltirib chiqargan har xil teri kasalliklari, ikkinchisi virus keltirib chiqargan har xil teri kasalliklari, uchinchisi allergiyalik teri yallig'i yoki teri kasalliklari, ya'ni mushu teri badanimizga kirgan yoki badanimiz bilan uchrashgan har xil moddalarga reaksiya qilish orqali paydo bo'lgan allergiyalik teri yallig'i yoki allergiyalik teri kasalliklari. To'rtinchisi zamburug' keltirib chiqargan teri kasalliklari. Beshinchisi yaxshi va yomon sifatlik o'sma, ya'ni teri raki. Oltinchisi irsiy xarakterlik teri yallig'i yoki teri kasalliklari. Yettinchisi quyosh nuri, o't va yuqori temperatura keltirib chiqargan teri zaxmisi. Sakkizinchisi sovuq havo yoki tuvan temperatura keltirib chiqargan teri zaxmisi. To'qqizinchisi har xil kimyalik moddalar keltirib chiqargan teri zaxmisi. O'ninchisi diabet kasali keltirib chiqargan teri zaxmisi. Mana bular mushu teri kasalliklarini keltirib chiqargan omillarga asosan ayrilgan teri kasalliklarininki turlari bo'lib, bu har bir turda yana nurg'unlagan konkret teri kasalliklarini o'z ichiga oladi. Yuqorida men so'zlab o'tganlar asosliqi mushu teri kasalliklarini keltirib chiqargan sabab omillarga asosan turlarga ayrilgan terida ko'p uchraydigan kasalliklarninki turlari bo'lib, tövəndə men mushu terida ko'p uchraydigan bir qism konkret kasalliklarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Uning birinchisi eng ko'p uchraydigan kasal bo'lib, u bo'lsa donoxo'rak. İkincisi hül temretka, üçüncüsü tasmasimon temretka, dördüncüsü kala temretkisi, beşincisi oq kesili yani pise, altıncısı quyosh nurida ko'yish, yettincisi teri yallig'i, sakkizinchisi yo'gak temretkisi, yani kichik bolalarda bo'ladigan mushu sip qo'yishdan yoki tarat, kichik tarat yoki terlash tufaylidan paydo bo'ladigan mushu kasning atrofidagi temretka bo'lib, biz uni yo'gak temretkisi deb ataymiz. To'qqizinchisi qizil temretka, o'ninchisi
put temiratkisi, 11-si teri raki. Mana bular odatda ko'p uchraydigan konkret teri kasalliklari bo'lib, uningdan boshqa yana nurg'unlagan kasalliklar bor. Ular normalda bak ko'p uchirmaganligi uchun men bu ko'p uchraydigan teri kasalliklari qatorida shu 11 kasallikni qarindoshlar bilan o'rtoqlashdim. Albatta bu deganlik teri kasalliklari buning bilan cheklanadi deganlik emas. Undaqda bu teri kasalliklarida qandaq o'rtaq alomatlar bo'ladi degan vaqtida garchi o'xshamagan teri kasalliklarining konkret kasallik alomatlari farqli bo'lsa-mu, ammo ko'pincha teri kasalliklarda tövandagidek o'rtaq alomatlar bo'ladi. Birinchisi ta'sirga uchragan teri qichishish. Bu terining qichishishi teri kasalliklari ichida eng ko'p ko'riladigan kasallik alomatlarining biri. Ikkinchisi teri qurg'oqligi, teri qo'pollashish, teri zaxmlanish, yara yoki yeringdash. Uchinchisi o'xshamagan rang, o'xshamagan shakldagi tamiratga. Nurg'un teri kasalliklarda bu xildagi shakli va rangi o'xshamagan tamiratlar bilan ifodalanadi. To'rtinchisi teri ishqi, suvliq ishqi yoki qapartma. Bumu ko'pincha teri kasalliklarda bo'ladigan o'rtaq kasallik alomatlar. Beshinchisi teri nipizlashish yoki teri qililishish, ya'ni teriniki nipiz qililiqi o'zgarish. Oltinchisi tuk xaltasi yallig'lanishi yoki danaxo'rak. Undaqda bu teri kasalliklarini qandaq bir taraf qilish kerak degan vaqtida teri kasalliklarini bir taraf qilishda oldi bilan teri kasalliklarini keltirib chiqargan sababni topib chiqish kerak. Kasalga aniq diagnoz qo'yib, ondan konkret kasalliklarga asosan davolash kerak. Chunki men yuqori deb o'tgandagidek bu teri kasalliklarni keltirib chiqargan sabablarga qarab teri kasalliklari har xil turlarga ayriladigan bo'lib, garchi uningki kasallik alomatlari nihoyat o'xshab ketsa-mu, biroq uni keltirib chiqargan sabab o'xshash bo'lmag'achqa uni davolashdimi nihoyat farqli usullar qo'llanadi. Masalan, bakteriya keltirib chiqargan teri yallig'i bilan virus keltirib chiqargan teri yallig'ining kasallik alomatlarida nihoyat o'xshashlik bo'lsa-mu, biroq uni davolash usuli butunlay farqli. Uningdan boshqa zamburug' keltirib chiqargan teri yallig'i deymiz. Ba'zilariga ya'ni bakteriya keltirib chiqargan teri yallig'i bo'lsa, buningga antibiotik ishlatish kerak. Lekin virus yoki zamburug' keltirib chiqargan bu teri yallig'larga antibiotik ishlatgan vaqtida uning hech qanday unumi bo'lmaydi. Shunglashqa bu teri kasalliklarini bir taraf qilgan vaqtida eng muhimi u teri kasalliklarining nima sababdan kelib chiqqanligi, ya'ni qandaq omillar bu kasallikni paydo qilganligiga qarab davolash elib berish kerak. Hargizmi bu kasallik alomatiga qarab qarg'ularcha davolash elib bormaslik kerak. Bo'lmasa yolg'iz unumi yaxshi bo'lmay, davolashning unumi yaxshi bo'lmay qolmasdan, balki ba'zi umid qilmagan yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Endi bu teri kasalliklarni davolashda umumyuzlik o'rtaq qo'llanadigan usul nimalardan iborat degan vaqtida birinchisi shu allergiyaga qarshi davolash. Men yuqorida o'tgandagidek bir qism teri kasalliklarni shu allergiya keltirib chiqarganligi uchun biz uningga allergiyaga qarshi davolash ilib boramiz. Ikkinchisi malham va moy bilan davolash. Shu terining qo'pollik yoki terini qitish bilish degandagidek nurg'un teri kasalliklarga malham yoki moy bilan davolash ilib berildi. Uchinchisi shu bakteriya keltirib chiqargan teri kasalliklarga, ya'ni teri jiringdab qilish, ishib qilish degandagideklarga antibiotik orqali davolash ilib berildi. Andan keyin ba'zi ahvollarda shu badanda vitamin kamlik yoki ba'zi hormonlarning kamlik tufayli kelib chiqargan teri kasalliklar bo'lsa, uni vitaminni to'liqlash yoki shu hormon orqali davolash ilib berildi. Andan keyin ba'zi sugeldagidek qo'pol
ashtag'iliqi yoki totuq degandagidek teri kasalliklarini asosliqi shu lazer nuri orqali davolash ilib berildi. 6-si bo'lsa dori bilan davolash, anandaki 7-si eng oxiri bo'lib teri raki, teri o'smisi degandagidek ba'zi kasalliklarni operatsiya qilib davolash ilib berildi. Mana bu shu teri kasalliklarni davolashda ko'p qo'llanilgan davolash usullari. Teri va teri kasalliklari degan bu qisqa leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Men bu leksiyalarni asosliqi bir oddiy bir savod yuzsida so'zlab o'tdim. Yana maqsad qarindoshlarning bu oddiy savodlarga ega bo'lish orqali o'zininki salomatligi qanday diqqat qilish to'g'risida oz to'la bilimga ega qilish, oxirida hammanglarning tinining salomat bo'lishini tilayman. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.